ham oyoq kiyimini ko'ringlar. Ana Loro Piano degan brend bor. Buni ko'pchilik biladi. Men original haqida gapiryapman, tuftasi emas. Ular o'shani mana shunaqa ko'rinishda bitta oyoq kiyimi bor. O'shandan o'tadiki, kam joyi yo'q mana shuni. Men buni kam joyi yo'q deyotganim qolipini nazarda tutyapman kiyganda. Men yengilligi. Endi buni men podoshvasi, ustidagi zamishi, ichidagi mana sherslarini etib o'tirmaymiz. Chunki o'zi ko'rinib turibdi bu qanaqaligi. Men просто bitta dizaynini ko'rsatyapman video qilib. Hop, buni narxi 5,5 million so'm. 39-dan 45-gacha hamma razmeri bor. Nobodoga kelaverasizlar.